Assalomu alaykum azizlar, aziz yurtdoshlarim, hurmatli muxlislarim, musofir yurtdan kuzatayotganlar, butun dunyodan, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkiya, Amerikadan kuzatayotgan muxlislarim bor ekan. Men juda ham xursand bo'ldim. Ilohim, shu efirlarimizda yozib turinglar. Men mana shu yerdaman, men sizni mana shu joydan kuzatyapman desangiz, menga yana ham kuch bo'ladi, yana efirlarimni sizlar uchun tayyorlashga harakat qilaman azizlarim. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Azizlar, mana bugun juma kunlarda, bir chiroyli kunlarda mana yana o'tirib sizlar uchun bir 2 rakatgina ertalab nafl namoz o'qib oldim, chunki hali soat bugun juma kunda to'g'ri 19 ekan. Hali 5 gacha Alloh nasib qilsa vaqtimiz bor. Sizlar bilan bir oz gaplashsam bo'ladi. Hurmatli muxlislarim, bugun yurtdoshlarim, bugungi efirim biz farzandlarga biz tarbiya qilgan, biz o'nib o'stirib, mana shu hozirgi paytda shu biz sababli, bekorga aytmayapman, yashash imkoni berilgan farzandlarga qattiqroq gapirib o'tmoqchiman. Sababi bu anchadan beri mana shu efirimni ham tayyorlayman deb yurgandim. Mana shu bugungi chiroyli juma kunlarga to'g'ri keldi, chunki hozir yoshlarimiz ham juma namozlarga borishyapti, ibodatlar qilishyapti. Lekin mana shu ibodatlar qilayotganlarni ichida ham onalari xor bo'lganlar bor, otalari xor bo'lganlar bor. Men buni albatta misol tariqasida aytib o'tib ketaman. Menga mana juda ham yomon ta'sir qilgan joylari kechagi hayit kunlarida biz nogironi bor oilalarga kirishga harakat qildik. Bilasizmi, aksariyat joylarda men xursand bo'lmadim, juda ham xafa bo'lib ketdim. O'sha hozir mana nima deydi, efirlarimiz, bilasiz, o'sha tizza og'rig'i, oyoq suyak yemirilishi deb chiqargan efirlarimda juda ham biz prosmotrimiz ko'pda. Demak, kasal yotgan, kasallik bilan kurashayotgan ota onalarimiz ko'proq, chunki yoshi kattalarda ko'proq kasallik nima beryapti, azob beryapti. Mana shu kasallar bilan yotgan nimamizda 2 yil yotdim, mana shuncha yotdim degan kasallarimiz ichidagi insonlar, kasal bo'lib yotganlar, bilasizmi, farzandlari 7-8 tala farzandi borlar bor ekan, 10 tala farzandi borlar bor ekan. Kami 5 ta 6 ta, bilasiz, ilgari onalarimiz ko'proq tug'ishgan. Haligi avaz oxirida gapi boru, nechta farzandingiz borsa 10 ta, 12 ta, 15 ta deydi. Mana shunaqa. Endi har bitta bolani katta qilguncha oho qancha tunlarni o'tkazgan. To'g'rimi? O'zidan o'zi katta bo'lmagan, issiqjonni isitmasi bo'ladi deb bir kun temperatura qilgan, bugun bir joy og'rib qolgan, kiyimi kirini yuvgan, nimasini tayyorlab bergan, kechalari uxlamasdan emizib, shularga qancha mehnat ketgan. Lekin shularni ichida otalari, onalari yotgan joylarni ko'rib juda ham xafa bo'lib ketdim. To'g'risi, men aytgan joylarim ham bo'ldi, yaqinlariga mayli yomon ko'rsa ham aytdim shuni. Pastellari, o'sha yotgan to'shaklari bir ahvolda, judayam chang, rasvo, o'sha nima deydi, xor bo'lib yotibdi-da o'sha insonlarda. Men aytdim, o'sha farzandlarni uy qilaman, joy qilaman deb mana shu ota, mana shu ona mana shu ahvolga kelib qolgan. O'ziga e'tibor qilmagan, e'tiborsizlik uchun bo'lib qolganda mana shu nima. Bizni bir xursand bo'ladigan tomonlari ham bor. Bizda bir onamiz bor edi. Mahallamizda juda ham yaxshi inson edi, xalqqa xizmat qilgan inson edi. Qizlari yo'q edi. 5 ta o'g'li bor. O'sha 5 ta o'g'il shunaqa qaradi. Kolyaskalarda olib yurardida, shu ko'chalarni aylantirib, mahallalarni aylantirib, turmush o'rtoqlari ham juda ham yaxshi qaradi. 12 yil to'shakda yotdida. Men shuning uchun o'sha to'shakka mixlanib qolmasin deb
oldini olaylik deb nimani bilsam, o'zimiz nimani ishlatib, nimadan yaxshi bo'lsak, mana shu aytib boryapman. Lekin mana shu aytgan nimalarim ham kimgadir ta'sir qilyapti, kimgadir ta'sir qilmayapti. Endi menga ta'sir qilmadi-da qizim yo singlim, qilgandim dedi, lekin onajonim, otajonim, bu sizni bugungi kasalingiz emasda, balki sizda bu shamollash darajasi oshib ketgandir. Shuning uchun ta'sir qilish qiyinroq bo'ladi. Men aytgandimki, o'zim bir efirimda aytgandim, 11 yil borganman deb. Nimaga? Sanatoriyaga, o'sha Chortoq sanatoriyasiga. Demak, bu narsa sizga ta'sir qilmayaptimi? Hurmatli farzandlar, ota-onangizni olib boring, mana havolar isib qoldi. Chortoq, mana oyog'ida qiynalyaptimi? Yaxshi bo'lmayaptimi? Chortoq sanatoriyasiga olib boring. Mana bizda Samarqand tuman, Nurobod, Samarqand viloyati Nurobod tumanida nima bor? Nagorniy sanatoriyalarimiz bor. Juda ham ko'p ochilib ketgan, uylardan ochilib ketgan, davlatniki bor. Keyin haligi nima deydi? Chasni nimalari ham ochilib ketgan. Arzon, qimmat emas. Men o'zim o'shalarga ham borib keldim, aytdim. Bir kunimizga 150 mingdan 130 ming so'mdan to'laganman o'sha Nagorniyga. 130 ming so'mdan 5 kungina yotib kelganman. Hamma lichinasi buni ichida ham. O'sha oyog'dagi juda shamollash, odamlar olib boryapti, shamollashdan oladi. Qarilarim, men ham dadajonim olib borganman. Birgalikda borib kelib tushirdik. Yaxshi bo'lib ketdi. Shu yelkam ololmayman, faqat dadam qo'llarini uqalab o'tirardi-da, shu qo'yib ketdi mana. Shuning uchun hozirgi men aytgan nimalar ta'sir qilmayaptimi? Demak, otangizdagi, onangizdagi shamollash kuchli. Bularga qarab turmanglar. Yaqinda bir nimam aytib qoldi, yaqinlarimdan biri yangi biznes boshlatdi. Shu opam shunaqa nima qildim dedi. Men aytib qo'ydim, ukajonim, yangi ish boshladingmi? Har kuni bitta nima qilib qo'y. Buni men nima uchun aytyapman? Boshqa farzandlarga ham bu ibrat bo'lsin. Bittagina kassa qilib qo'y. O'sha kassaga har kuni shu ehsoningni tashlab tur. Masalan, bugun nech pul savdo qilyapsan? O'shandan kelib chiqib tashlab qo'y. Shu 1% mayli, o'sha 100% dan 1% tashlab qo'ying o'shanga. Nega? Agar ota-onangiz bo'lsa, mana shu bir oylik to'lgandan keyin onangizga, otangizga bering shuni. Onamang, otamang, o'zingiz bir borib bir dam olib keling. O'zingiz bir mayli 3 oyligingiz yetar, 4 oyligingiz yetar, hech bo'lmasa 6 oyda bir marta mana shunaqa dam olish joylariga yuborib turinglar. Agar shunaqa ertaga yotib qolsa sizga-ku nagruzka, to'g'rimi? Yotqizib qaragandan ko'ra yurib turganda qaraganingiz yaxshi emasmi? Ham o'zingizni ishingiz yurishadi. Bilasizmi, haligi payg'ambarimizga ham borib uzoq yurtlardan borib duo qilib qo'ying deganda, ota-onangiz bormi deb so'ragan ekanlarda, Habibimiz, Nabiyimiz, hurmatli shu ilohim beadad shu salovat salomlar bo'lsin o'shaga. Mana shunaqa bizga ibrat bo'ladigan bir gaplari ham nimalari qolganda u kishini. Shunda nimaga deganda, ota-onani bergan nimasi, duosi payg'ambarlar duosiga teng ekanda. Yaqinda bir begobatlik, ancha bo'lib ketdi, yaqini ham bir oycha bo'lib ketdi. Mana shu begobatlik onamiz men bilan gaplashib turardi-da, telefon qilib, hozir shu onamiz chiqmay qo'ydi-da. Bilmayman, telefon qilmayapti, sog'mikan? Agar onajon meni ko'rayotgan bo'lsangiz, agar shu eshitayotgan bo'lsangiz, menga bitta xabarlashib qo'ying. To'g'risi, har zamon telefon qilib turar, qilmaganga biroz nima bo'lib qoldi. Ular ham bir o'zlari turar ekan, yolg'iz turar ekan. Muhayyoxon, men dedi, yolg'izlikdan qiynalib ketdim. Farzandlar bor ekan, lekin yolg'iz yashar ekan. Shu nimaga borsam dedi, qariyalar uyiga borsam, qariyalar uyida dedi, judayam bir achinarli holatlarni ko'rdim. Shu puli ko'p biznesmenlar, puli ko'p pul
puldorlar dedi onalarini otalarini mana shu yerga olib kelib qaratishar ekan. Endi bu men birovga tuhmat qilayotganim yo'q. Endi shu onamiz borib ko'rib kelgan nimani aytyapmanda. 3 million dedi, qancha dedi. 3 million qancha dedi, shu oyiga to'lab turar ekan. Bitta medsestra shu onasiga yo otasiga qarar ekan. Ular biznes qilar ekan, ularni vaqti yo'q ekan onasiga otasiga qarashga dedi. O'sha hurmatli biznesmenlar, sizni uyingizdan shu biznesmen bo'lgandan keyin uyingiz kichkina bo'lmasa kerak, to'g'rimi? O'sha sizni xonadoningizdan bittagina kulbacha topolmadingizmi? O'sha bittagina xona ajrata olmadingizmi onangizga, otangizga? O'sha medsestrani uyingizga olib kelib qaratsangiz qaraydi-ku, to'g'rimi? Hozir nima ko'p ish izlagan qizlar ko'p, ish izlagan ayollar ko'p. Uyingizda shu siz qilgan taomdan bir kosacha yeydi yesa, to'g'rimi? O'sha qarovchisi bilan 2 kosacha ovqat yeydi yesa. Yana deydi ustiga ustak ular necha marta haligi umra safarlarga, haj safarlarga borib kelyapti. Lekin ota bilan ona nima qariyalar uyda deydi. Bu bilmadim nima degan gap bu. Siz shunga qanday vijdoningiz qabul qilyapti-da? Masalan, farzandlarimiz tug'ilganda juda ham qattiq xursand bo'lganmiz-da. To'g'risi men yig'laveraman shu nimalarni eslasamda. Dadasi ikkalamiz juda ham qattiq xursand bo'lganmiz-da. Endi hozir mana ishlamaymiz, dadasi ham men ham ishlamaymiz. Dadamiz pensiya oladi, menga Alloh nasib qilsa bir 2 yilcha qoldi pensiya olaman. Shu hamma narsamiz nima, lekin farzandlarimiz bir narsaga qattiq sal bolalarim hammasi yaxshi, Allohga shukur. Qattiqroq gapirsa ko'nglimga tegib qoladi. Juda ham men xafa bo'lib qolaman. Keyin dadasi bolalarim urushadi. Onang tez xafa bo'ladi, bilasan. Nima qilma, qattiq gapirib qo'yibsan-da deydi-da, keyin ular kechirim so'rab qolishadi. Baribir ham shu onani, ota-ona yoshi o'tavergandan keyin ko'nglingiz juda ham nozik bo'lib qoladi. Farzandlar, aziz farzandlar, agar siz otangizni, onangizni ko'zidan yosh oqizdingizmi, ishingiz yurishmaydi, aytib qo'yay. Bu qayerga borsangiz boravering, haligi tuz ko'tarib, choy ko'tarib, nima ko'tarib, mullalarga, qorilarimizga, nimalarga boravering. Sizni bilib qo'ying, Ka'bangiz, sizni nima sajdagohingiz onangiz bilan otangiz, sizni ostonangizda o'tiribdi ular. Men shu kecha hayit kunlarda kirib ko'rib, shu otalarni, onalarni xor bo'lib yotganini ko'rib, juda ham xafa bo'lib ketdim-da. Endi kechirasizlar, uzr. Shu uchun bugun mana bir yaxshi kunlarda, juma kunlarda shu farzandlar bilaman turgandan telefon olishadi qo'liga. Shu eshitsin deb nima qilyapman. Hurmatli ota-onalar, siz ham yozib qo'yinglar shu kommentariyalarda. Men to'g'ri gapiryapman, yo noto'g'rimi, shuni eshitsin shu bolalar, shu yetib borsin yoshlarimizga. Men yana bir nimani ko'rganim, safarlarga boryapti, umralarga, hajlarga degan. Umra safarda o'zim birga bo'ldim. Bir onamiz bilan birga bitta joyda turib nima qildikda, o'g'li farzandlari olib kelgan, qizlari, o'g'illari olib kelgan. Onani qo'lida bir tiyin pul yo'q. Biz aylanib yurib buni olyapmiz endi sovg'aga. Haligi farzandlarning qo'lida $1000 pul bor har birini. Men ko'ylaklar, ro'mollar, taqinchoqlar olib kelsam, havas qilib qarab turib, qizim, ro'mol rosa chiroyli ekanda. Mening o'g'limga aytdim, olib beradi deb nima qilib turganda o'g'li kirib qoldi. Shu paytda xonamizga o'g'li kirib qoldi. Keyin o'g'liga aytdiki, "Mana shu qizim rosa chiroyli ro'mol olibdi-da. Menga ham mana shu ro'moldan bitta olib ber" deganda, o'g'li aytdi, "Nima qilasiz, ona? Ro'molingiz ko'p-ku, Toshkentga borsam olib beraman" dedi. Haligi ona indamay qoldi. "Men ona" dedimda, chiqib ketgandan keyin bitta ro'mol olib berdim. Allohga ta'na bo'lmasin, roziman, endi aytyapman-da. Keyin haligi qo'shnilarimga, qarindoshlarga dedimda, uzuklardan oldim. Hech narsa pul turmaydi-da.
bir tursa 3 real pul turadi. Endi 3 realimiz hop bizni pulimizga borib 50 ming so'm bo'lsin. Keyin havas qilib turdi. Voy mana o'zingiz muncha chiroyli dedi. Keyin yana bir oradan vaqt o'tdida yana farzandlari kirib keldi. Farzandlarga anu dedi singlim dedi rosa chiroyli uzuklar olib kelibdi dedi. Endi hammasi uzuklarimni ko'rib chiqdi. Menga ham bitta olib beringlar dedi. Oyi nima qilasiz uzuklaringiz nima qilasiz tushib qoladi yo'qolib ketadi dedida 3 real turadigan uzukni $1000 ichida olib bermadi. Keyin ularni oldida bermadim izza bo'lmasin dedimda chiqib ketgandan keyin ona men bitta uzuk desam shunaqa xursand bo'lyapti. Sizni duo qilaman singlim rahmat sizga deb shunaqa duo qilyaptida endida. Keyin bittagina nabirasi birga yotar ekan shu nabirasiga endi qizchalarga kichkina qizlarga taqinchoq olganman. Keyin meni ham bitta nabiram borda shunga ham bitta olishim kerak dedi. Men ona dedim olib boring mayli xursand bo'lsin dedim. Mana ko'ryapsizmi? Siz umraga boryapti. Onangni nimaga olib bording? U onangdan rozichilik olmasang, nimaga olib bording onangni? Shu nima qilasan shu pulni? Endi onaga aytyapman, ona sharoit gaplashib o'tirib so'rasam, bu onamiz pensiyasi ham o'zi olmas ekan. Pensiyamni ham dedi shu o'g'lim oladi deydi. Necha pul olasiz? Ona pensiyasi 2.800.000 dedim. 3 millionga yaqin pensiya. Yaxshi ishda bechora onachi dalada ishlab katta qilgan ekan bu farzandlarni-da. Keyin qancha pensiya olasiz ona yaqinlaringiz ham ha dedi. Opalarim bor lekin so'rab borolmayman. Nimaga desam pensiyam o'zim olmayman-da o'g'lim oladi dedi. Nimaga pensiyangiz o'g'lingiz oladi? Siz o'zingizga ishlatmaysizmi ona desam pensiyam deydi o'g'lim uy qilyapti-da imorat qilyapti shunga ishlatadi deydi. Qarang o'lib ket agar kechirasizlar juda qo'pollashib ketdimda agar shu onangiz pensiyasi bilan shu nima qilayotgan bo'lsangizda hech bunaqa bilasiz qo'pol gapirmagandim chidalmay ketyapmanda shu yuragim o'sha farzandga gapirolmadim lekin hozir borda mana shunaqa farzandlar borda ota onasini pensiyaga qilsak qarab turgan farzandlar borda iltimos shu qo'yinglar shu ota onangizni pensiyasiga teginmanglar shu qaratsin o'zini mana yoshi ketyapti oyog'i og'riydi hali u yeri og'riydi shu men gapirsam qarab turib menga nima qiladi men shuni yaxshi bo'lmayapman yo yaxshi bo'ldim nima qilsam bo'ladi deb menga savollar berganda aytamanda shu siz qarating shu pensiyasiga teginmang keyin ko'rasiz ishingiz yurishini sizga Alloh shu ota onangizga birini bersangiz mingini beradi chunki o'sha ota ona xursand bo'ladi-ku xursand bo'lyaptimi siz ishingiz yurishib ketaveradi o'zidan o'zi ketdi bu yog'i nasib bo'lsa boy badavlat bo'lib hech joyga sig'may ketadi topganingiz agar sizga pul kerak bo'ladigan bo'lsa sizni sajdangiz ham kabangiz ham ota onangiz bilib qo'ying. Hurmatli farzandlar mana shu gaplarimdan xulosa chiqaring. Sizga men qattiq gapirdim uzr so'rayman lekin bu bizni mana Alloh ogohlantirib qo'yyapti qancha tabiiy ofatlar mana Xitoyda Mayamida nimada Tailandda turib turgan necha yillik baland imoratlar yo'qolib ketyapti. Allohning qahridan qo'rqing. Alloh agar qahri kelsa bilasizmi bizni Xudo ko'rsatmasin bizni vatanimizga ko'z tegmasin lekin mana shunaqa beoqibat farzandlar ko'payib ketyapti. Hech qachon ota onangizni yuziga qarab gapirmang. Yuziga qarab gapirib ularga nima qildingizmi ertaga farzandingizdan qaytadi bu. Agar farzandingizdan qaytmasa ham u dunyoda buni javobi yomon bo'ladi, javobi qattiq bo'ladi. Ota onangiz nima yesangiz unga ham ravo ko'ring. Ko'chada o'zingiz ovqatlanib kelib indamay kirib yemang. O'sha yegan shashligingizdan yeysizmi, boshqa yaxshi taomlardan otangizga ham solib keling. Avval olib borib birga o'tirib yeng. Otangizdan, onangizdan duo so'rang. Ana shunda sizda ishingiz yurishadi. Barchangizga bugungi juma kundagi ibodatlaringizni Alloh qabul qilsin deymazlarim. Kanalimga obuna bo'lmaganlar, ilohim kanalimga obuna bo'lib, like bosib shu nima qilib qo'yinglar, fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Shu farzandlarimiz iymonli, e'tiqodli bo'lsa azizlarim. Shu kasallarimiz yaxshi bo'lib ketsin, sog'ayib ketsin. Bizlar nimani so'raganmiz farzandlarimizni katta qilganda farzandlarimiz shu qariganimizda bizga suyanchiq bo'ladi deb
niyat qilganmiz, to'g'rimi? Mana shu farzandlarimizga Alloh o'zi hidoyat bersin. Albatta, hammasiga emas, yaxshi nimalar bor bilaman, lekin o'sha yo'ldan ozayotganlar bo'lsa, o'zingizni haddingizni bilib, meni aytganlarimni qilib, bugundan boshlab mana shu yotgan kasallarimizni ham boshqa ota-onalari ham bugungi kunda xursand qilishga ertaroq harakat qiling. Rahmat barchangizga, yaxshi kayfiyatlar, deb maslahatlarim.